yana bir bor kam invaziv yuqori texnologik amaliyotlarni afzal tomoni tasdig'ini ko'rdik. Ya'ni o'tkir toshli jarayonda o'tkir xolitsistit deymiz, asorat bo'lgan sifatida biz ochiq usuldan foydalanmadik. Bu kasallikni bartaraf qilish maqsadida balki ikki bosqichli birinchi o'tkir jarayon bartaraf etildi, ya'ni surunkali jarayonga o'tkazildi va shu bilan birgalikda ikkinchi bosqichda biz lazer bilan laparoskopik usulda o't qopini toshlar bilan bartaraf qilish amaliyoti bajarildi. Muvaffaqiyatli bajarildi. Shu bilan bemorga birinchi galda qulay, katta kesma bajarilmaydi, kichik teshiklar orqali bajariladi, ommabop, arzon, kasal uchun qulayligini tasdig'ini ko'rdik. And I'm feeling good.